Assalomu alaykum bizani kuzatib boruvchilarimiz. Bugun sizlar bilan O'zbekiston sharoitida eng ko'p sotilayotgan Yuto traktorini NLX 1404 modeli haqida gaplashamiz. Traktorimizni tashqi dizayniga bitta e'tibor berasizlar. Konstruktorlar juda ham ko'p mehnat qilishgan. Odam bitta qaraganda o'ziga e'tiborni tortadigan darajagacha olib kelishgan. Bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Kabinalari ham bezramichniy oynalar bilan jihozlangan. Oldilarida gruz toshi bor. 50 kilodan 12 ta, 600 kilo. Parkofi ham bor. Orqa yonlarda 50 kilodan 4 ta joylashgan. 200 kilo. Traktorimizda dvigatel qismiga keladigan bo'lsak, dvigatelda 6 ta silindrli bir qatorda joylashgan atmosferniy dvigatel bilan toplinniy apparaturali Yuto zavodida ishlab chiqarilgan dvigatel bilan jihozlangan. Dvigatelga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Rasxodlari ham juda ham kam. Bu yerda водяной sistemadan boshlaydigan bo'lsak, водяной охлаждениеga qo'yilgan bitta radiator. Ikkinchi radiatorimiz bizada rulavoy sistemaniki, uchinchisi xudo xolasa dvigatelni moyini охлаждение qilib beradigan radiator. To'rtinchisi konditsionerniki filtrlari bilan joylashgan. Oldida 14.9.26, orqada 18.38 ballonlari qo'yilgan. Rulavoy sistemasi alohida. Bizada traktorimizda 3 ta nasos qo'yilgan, 3 ta nasos bilan jihozlangan tandemli nasos. Bittasi orqa naveskaga ishlaydi, ikkinchisi korobkaga ishlaydi, uchinchisi rulavoy sistemaniki, bachokka alohida. Yana bitta ma'lumot uchun aytib o'tib ketamiz. Bizning traktorlarda gidravliskiy va transmissiya moylari alohida qo'yilgan. Topleniy sistemasiga keladigan bo'lsak, oddiy apparatura farsumka Yuto zavodida ishlab chiqarilgan, sifatiga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Воздушный sistemasini aytib o'tib ketdim. Maslinniy vannali, O'zbekiston klimatiga, sharoitiga to'g'ri keladigan, biz aynan o'zimiz tanlaganmiz komplektatsiyani. Oldi yurish qismiga keladigan bo'lsak, oldi yurish qismida jahonning eng mashhur kompaniyalaridan bittasi Carraro. O'sha Carraro zavodidan andaza olingan va Yuto zavodida ishlab chiqarilgan. Bortoviy reduktorlar bilan jihozlangan, 3 ta shesternali Vadilo satellitlar bilan jihozlangan. Buni inomarka traktor haydaydigan akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Traktorimiz ramasiz, shassini o'ziga yig'ilgan deb aytsam bo'ladi, chunki bu ham Italiyani nomdor traktor ishlab chiqaradigan kompaniyasi bor, New Holland degan. O'sha New Hollandni birga bir analogi. Chunki dvigatel, orqada korobka kojuq bitta bo'ladi, zadniy most. Belaruslarda ozgina boshqacharoq sistema. Bularni korobka qismi ham, kojuq qismi ham farq qiladi belaruslar bilan. Traktorimizni kojuq yurish qismiga o'tadigan bo'lsak, korpus disiplinada 2 ta disk bilan jihozlangan, disk disiplina bilan va korobka qismi polniy shestrenkalari sinxron hisoblanadi. Bu nimaga yordam beradi? Traktorimizni yengil qo'zg'alishi, og'ir yuklarda yengil o'zini his qilishi, yengil skorostdan skorostga yengil tushishi, shularni ta'minlab beradi. Ovoz ham kam bo'ladi. Belarus eski traktorlarga solishtiradigan bo'lsak, bu traktorimiz juda ancha zamonaviyroq hisoblanadi. Traktor korobka qismini aytib o'tib ketadigan bo'lsak, 12+4, ya'ni 12 ta skorost oldiga, 4 ta skorost orqaga. Buni дополнительный opsiyalari bor, komplektatsiyalari bor, ya'ni kelib buyurtma asosida gaplashsangiz bo'ladi, ya'ni o'zgartirsangiz bo'ladi. 24 ga 8 qilib bera olamiz. Bilasizlar, qancha uzatmalar qutisi pog'onasi ko'paygan sari traktorning chidamliligi, uzoq ishlashligi o'shanga yarasha bo'ladi. Va nihoyat traktorimizning orqa qismiga yetib keldik. Orqa qismida kruk bilan jihozlangan ilgakli parkofi ham bor. Vomi 540 ming оборот. Hamma standart bo'yicha to'g'ri keladigan parametrlarga ega bu traktorimiz. Reduktorlari juda ham baquvvat. Prямо приводный deyiladimi?
bilsanglar kommentariyada yozib ketasizlar. Gidro vixtlari 3 ta, ya'ni 2 tadan 6 ta joylashgan, yana bitta alohida pritsep uchun qo'yib ketilgan obratkaga. Pnevmatik sistema uchun ham joy tashab ketilgan, razvodkalar tashab ketilgan. Ko'rib, bitta ishlatib ko'rsanglar bo'ladi. Tak, elektrik sistemasi bor. Elektrik sistemasini tashab ketilgan. Naveskasi o'zimizni yuqorida yetib o'tib ketganimda inomarka haydaydigan traktorchi akalarimiz juda yaxshi bilishadi. Sababi New Holland o'shanga o'xshagan traktorlar shunaqa zadniy naveskalar bilan jihozlangan, shunaqa gidrosistema bilan jihozlangan. Aslida bu Amerikani Parker degan gidrosistema ishlab chiqaradigan zavod bor. O'sha zavodni analogi asosida ishlab chiqarilgan, faqat Yutoniki. Yuto zavodida ishlab chiqarilgan. Ikkita qo'shimcha yordamchi silindrlar joylashtirilgan. O'rtada bitta glavniy silindri bor. Sentralniy tягasi juda baquvvat, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bular plastmassa emas, metallический hammasi. Orqa dizaynga ham bitta ko'rib, e'tibor berib qo'yasizlar, baho berib qo'yasizlar. Prosvetkalari ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Diodli lampochkalar bilan jihozlangan. Orqani ko'rib turish uchun kamera ham bor. Kameraga ham e'tibor berasizlar. Buni ko'rsatish sifatlari ham juda yaxshi. Shinalari haqida ham yana bitta ma'lumot aytib o'tib ketaman. Buni bizning ofislarga kelib gaplashsanglar bo'ladi. Ozgina qalinroq, shirokiylaridan qo'ydirsangiz bo'ladi balonni. Узкирog'idan qo'ydirsangiz bo'ladi va bu yerda yechib turib regulirovka qilib olsangiz bo'ladi. Ichkariga yoki tashqariga. Oldi ham xuddi shunaqa ishlatilgan. Shunaqa metal, shunaqa konstruksiya ishlatilgan. Kabinasiga o'tamiz. Kabina qismida kirishimizda bezramочный aytib o'tib ketganimdek oynalar bilan jihozlangan. Ko'rinishi kapsulani beradi. Chiqasiz. Orada дополнительный sidinkalari bor. Klenalari ham amortizatsiya bilan jihozlangan. Bizda elektronniy kombinirованный tablo bilan jihozlangan. Rul chambaragi ham maksimalniy komfort beryapti. Tak, bu yerda uzatmalari qutisi. Tak, diapazonniy и основной rычаг. Bu yerda ruchnoy gaz, orqani avtomat ko'tarib tushiradigan rычаг va qo'shimcha jihozlar uchun, qo'shimcha agregatlar uchun vixta tashab ketilgan shularni rычаglari. Gommaki, hamma rычаг bu yonidagi tez sekin tushirish uchun kichkina rычagcha qo'yib ketilgan. Monitorimiz bor. Hammaga ma'lum, toshlarni qo'ygan deysizlarmi? Xuddi o'sha rычаг ham bu traktorda bor. Ya'ni пониженный повышенный. Bu yerda ruchnoy tormozimiz bor. Bu 540 ming qiladigan vomma оборотini. Bu oldini qo'shib ajratadigan rычаг. Minimalniy materialdan maksimalniy foydalanib shunaqa komfortlar yaratgan. Konditsioner albatta bor. Ventilyatori ham bor, magnitolar bilan jihozlangan. Tepada kamiga lyuki ham bor. Qisqacha qilib aytganda, bu traktor O'zbekiston sharoitiga juda zo'r tushdi va bugungi kunda Yutodan eng ko'p sotilayotgan modeliga aylandi. Hurmatli bizani kuzatib boruvchilarimiz, bu traktor haqida qisqacha jaydaricha obzorimiz yoqqan bo'lsa, bu videoga bitta like bosinglar. Shu traktor qiziq bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga aloqaga chiqinglar va kommentariyada plus belgisini qoldiringlar va albatta sizlarga biz aloqaga chiqamiz. Va YouTube traktorini qiziqib qidirib yurgan tanishlarga jo'natib qo'yinglar. Hammalarga rahmat.